Assalomu alaykum aziz bog'bon akalar, hammalaring yaxshimisizlar? Xo'p, akalar, o'rik ko'chat kimga kerak bo'lsa, qidirib yurganlar bo'lsa, qilich o'rik ko'chatimiz bor. 1 yoshli ko'chat. Shunaqangi o'rikdan boqmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Bu ko'chatlarimiz sinovdan o'tgan, o'zimiz olib kelib ekib ko'rdik. Hosildorligi yaxshi, mevani sifati ham a'lo darajada. Hozirgi kunlarda shu mashhur bo'lib kelayotgan qilich o'rigimiz. Buni ichki bozor ham yaxshi yeydi. Ayniqsa mana chetga yaxshi ketyapti bu. Shu o'rikdan boq qilaman, qilich o'rik ishonchli ko'chat kerak bo'lsa, ekamiz, olamiz deb yurganlar bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa 100% garantiyasi bor. Hozir eksalaring ham yaxshi bo'ladi, chunki mana tinim davriga o'tdi. Bahorda o'zi hozir ekib qo'ysalaring, ko'karishi yaxshi bo'ladi. Buni o'zi bog'bonlar o'zi yaxshi biladi, qaysi mahal ekishi. Imkoni bo'lsa hozir eksa maqsadga muvofiq. Bemalol eksa bo'ladi hozir ham. Chunki mana o'zi tinim davriga o'tdi. Kimga mana shunaqangi garantiyali, ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Narxini endi 30 ming kami bor. Ozgina kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, ko'chatlarimiz yaxshi ko'kargan. Ichida tekda yog'oy suv qolib ketmagan bo'lsa, umuman yo'q hisobi. Yaxshi ko'kalangan, mana holati ham yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringga omad.